Assalomu alaykum. Bugun bizda yana bir qahramonimiz bor. Charos Sayfiddinova va Charos UST B1 sertifikatini qo'lga kiritdilar. Lezen 83 ball, Hören 80 ball, Schreiben nimagadir pastroq 62 ball, lekin Sprechen 82 ball. Charos bu UST B1 sertifikatini qo'lga kiritish uchun nemis tilini qancha muddat davomida o'rgandingiz? 5 oy orada bir oy tanaffus oldim, Vorbereitungni oldim. Va A1 darajadan B1 gacha o'qib, tanaffusdan keyin Vorbereitungda qatnashdim 20 kun. Va intensiv tarzda 4 soatdan Vorbereitung darslari bo'lib o'tdi. Umumiy nemis tili darslarini qaysi ustozda o'rgandingiz va o'sha darslar haqida fikringizni bildira olasizmi? Ustozim Islombek Ismoilov darslar qiziqarliligi bilan ajralib turardi. Va har bitta bosqichni menga bo'lingani va o'z vaqtida yakunlanishi yoqdi. Charos B1 sertifikatini juda yaxshi natija bilan qo'lga kiritibsiz. Bundan keyingi maqsadlaringiz qanaqa? O'zim xohlagan natijaga erishdim. Kelajakda Germaniyada magistratura bosqichida o'qimoqchiman va turizm sohasida ish faoliyatini boshlamoqchiman. Agarda siz ham bugungi qahramonimiz Charosga o'xshab o'z maqsadlaringizga yetishmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Olmon akademiyasida kurslarga ro'yxatdan o'ting. Ishonchli qo'lladasiz.